E'tibor qiling, men imomman. Shayx bo'ldim, yani soch soqolim oqardi. Ammo nimaga hozir onlaynda bosh yalang o'tiribman? Kimdir darrov mening so'zlarimga emas, bosh yalang o'tirishimga e'tibor qiladida muhokamaga o'tib ketadi. Kimdir tasbih taqib olganimga, kimdir uzugimga, kimdir 10 qo'lga soat taqishimga yoki kimdir 10 soat taqishimga, kimdir ko'ylagimga, kimdir soqolimga muhokamaga o'tib ketadi. Kimdir aytadiki, sochingizni bo'yabsiz, nega soqolingizni bo'yamadingiz? Sochni bo'yagan odam nimaga soqolni bo'yamaydi? Tabiiy bo'lgani uchun bo'yamayman. Sochim o'zi qora, soqolimga oq tushdi. Shayx bo'ldim, ya'ni. Shayx shaba, man shaba. Soch soqoli oqargan odam shayx bo'ladi masalan. Mana shu narsadan shaxsan mening faoliyatimda imom bo'lgan kunimdan beri 30 yildan oshdi bunga. 30 falon yil bo'lyapti. Har bir ishimda, har bir so'zimda imom bo'lishga harakat qilib kelaman. Har bir ishimda, amalimda boshqalarga o'rnak bo'lishga va ta'lim berishga harakat qilib kelaman. Har bir ishimda, e'tiborli ishimda asos va dalil bo'ladi. Boshyalang o'tirganligimda sababini aytaymi? Xohlasam salla ham kiyishim mumkin. Namozda salla kiyaman, do'ppi ham kiyishim mumkin. Shapka ham kiyishim mumkin. Lekin hozir boshyalang o'tirganligim sababi biz odamlarimizda taassubni ildizini davolash, taassubdan davolash haqida o'yladim. Salla bilan qanday qabul qilsangiz, meni boshyalang ham shunday qabul qilishingizni xohlayman. Mening xohishimning e'tibori yo'qdir. Shu narsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni faqat salla kiyganimda imom bo'lib qolmayman-ku. Boshyalang o'tirib ham imom bo'lishim mumkin. Hozir asrga azon aytiladi, birozdan keyin efirni to'xtatib salla kiyib namozga chiqaman. Ya'ni bunga muhokamaga o'tish kerak emas. Shundayligicha qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Ha, boshyalang o'tiribdi, boshyalang. Terlab ketgandirlar va hokazo. Ana shu narsaga o'tishimiz kerak do'stlar. Nimaga boshyalang kiymadi? Boshyalang o'tiribdi. Nega boshiga kiymadi? Imom odam, shayx odam va hokazo. Ko'rdingizmi? Bizni bu narsa qayoqqa olib ketib qoladi. Bular hammasi bizga oshiqcha o'sha narsalar. Yoki mana savol bo'ldi, hozir yigitlar savol menga o'qib berishdi. Nimaga bo'yningizga tasbih taqib olasiz? Ana endi keldik ilmga. Buni men sizlarga dalil bilan Alloh nasib qilsa aytib beraman inshaalloh karim. Bismillah. Tasbihni bo'yinga taqish haqida xo'p. Tuhfa أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها على الأعناق degan kitob bor. Alloma Sayyidi Fathulloh al-Bannani ad-Dimyati ash-Shazali rahmatulloh alayhining kitoblari. Mana shu kitobdan dalillar keltirib o'taman. Keng tarqalgan va mashhur ishlardan biri shuki, tasbihni bo'yinga taqib yurish do'stlar muborak Shoziliyya Darqaviyya tariqatining shioriga aylangan. Ularning mashayihlari muridlariga buni yo'lning boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham qilishni buyurganlar. Maqom ahllari aytadilarki, shay'un vasalna bihi ilallohi la natrukuhu va la nufariquhu abadan. Biz Allohga yetishda vosita qilgan narsamizni hech qachon tark qilmaymiz va undan ajramaymiz. Tasbihni aytayaptilar. Shuning uchun ular tasbih zikrdan forig' bo'lingach, bo'yinga taqib qo'yilishini buyurganlar. Zikr qildi, keyin bo'yinga taqib qo'yadi. Xuddi shuningdek uning ko'rinib turishini ham ma'qul ko'rganlar. Toki u xoslarga ham, ommaga ham namoyon bo'lib tursin. Men kitobning manbasini keltirdim. Bu yerdagi qoida shuki, shay'un vasalna bihi ilallohi la natrukuhu va la nufariquhu ahadan. Bizni Alloh taologa yetkazgan narsa bilan, ya'ni bu vosita. Buni ko'p zikr qilaverib Alloh taologa yetamiz. Ya'ni Alloh taoloni ko'p zikr qilaverib bu narsa vosita bo'ldi Allohga yetishimizda. Allohga yetishimizda vosita bo'lgan narsani deyapti. Avvalda ham, o'rtasida ham, oxirida ham tark qilmaymiz. Undan ajramaymiz va doim uni ishlatamiz
ishlatmagan mahalda bo'ynimizga taqib qo'yamiz. Bu Shoziliyya, Darqaviyya tariqatida shiorga aylangan narsa. Endi buning menga nima aloqasi bor, sizga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Aloqasi shuki, men Shoziliyya tariqatining shayxlik irshodini olganman. Bundan bir necha yillar avval. Shoziliyya tariqatida o'qiganman, bu tariqatda vazifalarni bajarganman va bu tariqatning Shoziliyya tariqatining irshodini olganman. Shuning uchun hurmatan, mashoyixlarimga hurmatan, qiblagohimga hurmatan men bu amalni bajaraman. Lekin hech kimga targ'ib qilmayman. Bu mening amalim. Asosim bor va dalilim bor. Mana sizlarga bu ilm bo'ldi. Shuning uchun bu amalni bajaraman. Endi tushunarli bo'lgandir ko'pchilikka va umid qilamizki, albatta bu savol menimcha to'xtamasa kerak, ammo kimga bu narsa yetib borgan bo'lsa, bu ilm bo'ldi. Xulosa shu bo'ldi. Hech kimga ziyon yetmayapti. Bu bid'at emas, xurofot emas. Shayxlarimizga hurmatdan qilayotgan amalimizdir. Mana shunday qabul qilish kerak do'stlar. Men haqimda gapirmayapman faqat. Har bir imomlar, olimlar haqida shunday o'ylang. Sizga imom oyat hadisdan gapiryapti. Siz imomning qiyofatiga berilib ketyapsiz. Sizga imom halol haromni gapirib ketyapti. Siz boshqa narsani imomdan talab qilasiz. Do'stlar, so'zimning oxirida bir narsani aytmoqchimanki, to mas'uliyatni har kim o'z qo'liga olmaguncha to'g'ri bo'lmaydi. Chunki biz mukallafmiz. Mukallaf degani mas'uliyat bo'yindagi erkak degani. Mukallafa mas'uliyat bo'yniga tushgan ayol degani. Unga uvol savob yoziladi. Gunoh va savob halol yoki harom masalalar unga yoziladi. Biz shundaymiz. Har kim mas'uliyatni o'ziga olish kerak. Boshqalardan talab kutish va talab qilishni to'xtatish kerak. Nimaga imomlar buni gapirmayapti? Nima buni gapirmayapti? Nimaga imomlar pivo festivalini gapirmayapti? Siz gapirsangiz nima bo'ladi? Nimaga siz to qachongacha boshqalardan doim talab qilasiz? Har bir narsada. Nega bu fikr bildirmayapti? Siz bilmaysiz-ku, fikr bildirayotgandir. Fikr bildirish faqat internetga chiqib gapirish degani emas-ku. Internet ham boshqa joylarga borib, egalariga borib fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin-ku. Masalan, ikki yo'l turibdi. Bir yo'lda sizga xavf bor, ikkinchi yo'lda sizga amonlik bor. Aqli raso odam ikkinchi yo'l tanlaydi. Amonlik yo'lini. Shuni qiladi, lekin unda amonlik bor. Mana bunda esa shuni qiladi, ammo ziyon bo'lishi mumkin. Siz nima uchun boshqalardan ziyon yo'lini tanlashini talab qilyapsiz va nima haqqingiz bor bunga? O'zimni misol bilan aytayapman bu narsani. O'zingiz ayting, o'zingiz gapiring. Hamma shunday, ya'ni. Shuni tushunishimiz kerak. Bir-birimizdan xafa bo'lib, birovni aybdor qilib, hamma qozi bo'lishni go'yoki yaxshi ko'rib qolgan. Hamma qozi bo'lgisi keladi, do'stlar. Yo'q, bu yaxshi emas albatta.